Hammaga assalomu alaykum. Bugun 2026-yilda 22-aprel. Kelinglar bugun Farg'ona filialimizdagi aboylar narxlar bilan tanishamiz. Agar siz joyingizga o'rnashib olgan bo'lsangiz, qani ketdik. Farg'ona filialimizga shunday kirganingizda ro'parada mana aboylar bo'limi. Qani ketdik. Farg'ona filialimizdagi aboylar narxlar bilan obzor qilishimizdan oldin bizga aboylar bo'yicha mutaxassis Shahzodbek aka yordam berishadi. Assalomu alaykum. Aka yaxshimisiz? Charchamayapsizmi? Xo'p, aka mijozlarimizga bu aboylarni va narxlar bilan obzor qilib bera olasizmi Farg'ona filialimizdagi? Albatta, biz Farg'ona filialini aboy bo'limiga kirishimizda mana shu kichik bir showroomimizga ko'z tushadi. Bu narsalar qilishdan maqsad albatta har bir mijoz kelishi bilan yangilik. Albatta yangilik shuni so'raydi. Shuni maqsadida biz har bitta kelgan yangilik aboylarimizni shu tariqa tanlashga qo'yib qo'yasizlar demak. Mana aboylarni olsangiz bo'ladi. Birinchi ko'rgan aboyimiz 120 ming so'mlik aboylarga ko'zimiz tushdi. Aka, bu qanaqa fakturada va qatdiki? Xo'p, Atacento fakturali plus Trafaret fakturasi qo'shilgan bo'ladi. Mo'yishchilik jihati juda ham zo'r. Bemalol mo'yishi, bemalol yuvsangiz bo'ladi. Mahsulot Xitoy. Xitoy mahsuloti, narxlari 120 ming so'mdan ekan. Xo'p, bu aboyda yangi keldi deb eshitdim. 3D fakturadagi aboylari. Albatta. Narxi 260 ming so'm ekan. Bular qatdiki? Ukraina mahsuloti hisoblanadi. Ukraina mo'yishi aboylar. Ukraina mo'yishi. Hop, bundan keyingisi albatta undan tashqari Rossiya aboylarimiz ham bo'ladi. To'lanishi juda yuqori, flizirin aboylar hisoblanadi. Bu kafel effektini berib turar ekan, marmar effekti. Mramor tosh fakturasini effektini berib turadi. Yaqinroqdan olsa nima toshlari ham bo'rtib chiqib turar ekan. Ha, xuddi tabiiy toshdaqa faktura effektini beradi. Buni qaysi xonalarga qo'ysa yaxshi? Hop, buni mijozni o'zidan kelib chiqib o'ziga yoqqan xonaga qo'yish mumkin. Misol, har bitta avoyda faqat mana shu xonaga qo'yish kerak degan narsani o'zi xato bo'lib qoladi. Chunki odam o'zi xonada nima ko'rishni istasa, qanaqa bo'lishidan qat'iy nazar o'ziga yoqqan narsani qilish kerak bo'ladi. Tushunarli. Demak, bu aboylarni ham ko'rdinglar, qayerga ishlatilishini. Narxlari 255 ming so'mdan 255 ming. Farg'ona filialimizda xarid qilsanglar bo'ladi. Bu narxlar ayni bugungi narxlar. Misol 1 oy, 2 oy, ya'ni 1 yildan keyin ko'rsangiz bu videoni narxlar to'g'ri kelmay qolishi mumkin. Shuning uchun videoni boshida aytdikki, 2026-yil 22-apreldagi narxlar. Xo'p, aka, endi bu tomondagi aboylar tanishtirsangiz. Bu Atlas faktura adashmasam. Albatta 2026da eng trendga chiqayotgan Atlas faktura. To'lanishlari minimalizmda ishlangan desangiz ham bo'laveradi. Narxlari 120 ming so'm ekan, ma'lumot o'rnida. Xo'p, tipadagi aboy haqida tanishtirsangiz. Xo'p, endi buni menga yo'q faqat Atacento yoki Trafaret yo'q, menga yoqmaydi. Menga faqat gulliroq narsa bo'lsin deydigan mijozlarimiz uchun bu zo'r tanlov bo'lardi. Bunda xuddi yaponskiy sakura daraxti, xuddi o'sha narsa ta'sirlangan bo'ladi, aka. Buni ko'proq zal yoki birorta detskiy qizlar xonasiga menimcha ideal mahsulot hisoblanadi. Narxi 139 ming so'm. 139 ming so'mdan Farg'ona filialimizdan xarid qilsangiz bo'lar ekan. Keyingi aboy menga vobshe yoqdi. Mana yaqinroqdan olib kelsangiz bo'ladi. Atacentoni ham ko'zga tashlanib turadigan ekan, aka. Da, xuddi xameleon aboy hisoblanadi. Ko'zga tashlanadi. Bu tarafdan qarasangiz boshqacha, bu tarafdan qarasangiz boshqacha. Juda ham chiroyli, menga yoqdi. Aka, buni narxi necha pul? Bu 120 ming so'm. Juda ham arzon, aka. Bu juda ham Farg'ona bo'yicha eng arzon narx deb hisoblasa ham bo'laveradi. Tepadagi aboyimiz ham o'shanga o'xshagan ekan, faqat gulli ekan. Ko'rsanglar bo'ladi. Buni narxi bo'lsa 169 ming so'm ekan. Bu tomonga o'tadigan bo'lsak, bu tomonda qanaqa aboylar turadi asosan? Hop, endi mijozlarimiz savol bo'lishi mumkin. Faqat sizlardan mo'yishi aboyimi? Yo'q, bizda super mo'yishi aboylar ham bo'ladi. Bular esa flizirini eng yuqori darajada bo'ladi. Qalin, bemalol cho'tkada yuvsa bo'ladigan darajada aboy hisoblanadi. Demak, super mo'yishi deganda mo'yishidan ko'ra kuchliroq. Cho'tkada bemalol yuvsa bo'ladigan aboy, qalin aboy hisoblanadi. Flizirin darajasi ancha yuqori. Mana olib kelsangiz bo'ladi. Buni 5-6 xil rasvetkalari bor ekan. Narxi esa 300 ming so'mdan Farg'ona filialimizdan xarid qilsangiz bo'lar ekan. Bu tomonda 169 ming so'mlik aboylar. Bu high-tech faktura deylarmidi? Atacento bu ham minimalizmda ishlangani bo'ladi. Juda ham chiroyli.
Hop, buni yana bitta aboyda flizerinligini, mo'yishchiligini qanaqada bilsa bo'ladi deydigan mijozlarimiz bo'ladi. Bilganlar uchun eslatma, bilmaganlar uchun life hack bo'ladi. Flizerin aboyda Yaqinroq olib keling. bemalol flizerin aboy shunaqa g'ijim holatda ham g'ijimdan qo'yib yuborganimiz o'z holatiga keladi, yirtilmaydi. Mo'yishchilik darajasi kamroq bo'lgan aboylarda, misol kim hamma ham o'zini tovarini maqtaydi albatta. Pol mo'yishi aboylar. Pol mo'yishi aboyda ham mana super mo'yishi deganda, misol uni haq rost yoki yolg'onligini bilish uchun shu uslubda foydalansangiz, albatta. Demak, hozir qarang-ki, mana shu g'ijimladingiz, g'ijim bo'lib qoldi. Bunaqa holatga keladi bir pas. Albatta o'z holatiga qaytadi. Qaranglar, juda ham qiziq. Bu faqat mana shuna yangilik bo'ldi shaxsan. Faqat 100% mo'yishi aboyda bo'ladi bu narsa. Keyingi aboylarga o'tadigan bo'lsak, bu qanaqa aboylar aka? Bu albatta eng trendga aylanib turgan aboylarimiz. Juda ham chiroyli ekan. Bu katta ob'yomda yana ham gullar bir-biriga ulanib turib, xonada bir tabiatdaqa narsa hosil qiladi aka. Rostini aytsam, uylarda xonalarga ham aynan mana shu aboydan olganmiz. Hozirga ko'rsataman qanaqa rangligini. Adashmasam mana bu rangidan olgandik. Akam aytganlaridek, boya aboyni birlashtirgandan keyin ochilib ketar ekan. Hozir bu yerda boshqacha ko'rinishi mumkin ko'zingizga, lekin aboyni 3 ta 4 tasini, 5-6 tasini birlashtirganingizdan keyin juda ham chiroyli chiqar ekan. Ma'lumot o'rnida narxi 169 ming so'mdan, albatta Farg'ona filialimizdan xarid qilsangiz bo'lar ekan. Bu tomondachi? Bu tomonda yana Atacento fakturani sal zarliroq variantni xohlaganlar uchun. Wow. Chiroyli. Narxi 120 ming so'm. Narxi 120 ming. Sifatiga qaraganda adashmasam narxi juda ham arzon narx. Menga yoqqani mana shu bo'ldi. Ko'ringlar. Bilmayman, menga o'zi shuna to'q ranglar yoqar, balki mijozlarimizga ham shuna to'q ranglar yoqar. Albatta. Endi biz yoshimizdagi odamlar uyda ishlashi mumkin, ofis qilib turib, dam olishi mumkin. Tabiiyki, o'shanaqa xonalarga ham juda ham zo'r tushib keta oladi. Mana ko'ringlar. Ko'zni charchatmaydi asosiysi. Xuddi shunday. Xo'p, keyingilarichi? Keyingi yana bir atlasli faktura yo'q, bu juda ham yorqin desa, shuni matviyroq varianti, matviy darajasi bor bunda. Juda ham yaltiroq, perlamotrli bo'lmaydi. Sal matviyroq narsa bo'ladi aka. Buni ham narxi 120 ming so'm. Albatta 120 ming so'm. Shu zo'r, shikolat narxi. Farg'ona filialimizdagi aboylarning yarimi, deyarli yarimi 120 ming so'm. Qaranglar, bu juda ham katta narsa. Agar siz farg'onalik bo'lsangiz, uyingizni aboy qilmoqchi bo'lsangiz, albatta Farg'onadagi filialimizga tashrif buyurishingiz bo'ladi. Farg'ona filialimiz manzili Farg'ona Polsha bozor yaqinida. Kalsavoydan keyingizda o'ng qo'lda, o'ngdagi do'kon. Agar kelmoqchi bo'lsangiz, hoziroq kelmoqchi bo'lsangiz, Telegramda lokatsiyalarni ham joylab qo'yganmiz. Bemalol Instagram aktualligimizdan ko'rib kelib olsanglar bo'ladi. Xo'p. Bu tomon o'sha oldingi fakturalardagi aboylar ekanda, gulli. Hammaga ma'qul keladigan aboylar bor, yosh katta odamlarga. Mana narxi 139 ming so'mdan ko'rib olsanglar bo'ladi. Tepada boshqacha rasvetkalari ham bor ekan buni. Chap tarafimizda 145 ming so'mdan. Bu qatdiki? Bu ham Xitoy. Xitoydiki, albatta. Ko'rsanglar bo'ladi. Mo'yishi aboylar. O'zi mo'yishi aboylarni ushlagingizni ham his qilasiz. Qalinroq bo'ladi. To'g'rimi aka? Albatta, shu qalinligini hisobiga ham ancha flizerinni ko'proq bo'lganligi uchun ham bemalol yuksak bo'ladigan aboylar hisoblanadi. Endi keyingi qatorga o'tsak, maylimi? Albatta. Xo'p, keyingi qatorga ham o'tib oldik. Ma'lumot o'rnida aytib qo'ying, hozir ikkita qatorda yurdik xolos, hali bundan yana ikkita qator bor. Albatta. Farg'ona filialimiz shu darajada ishlari kengki, boshidan ko'rib turib unaqa deb o'ylamasligingiz mumkin. Tashqi fasadni ko'rib turib, lekin ichkariga kirganda hamma mijozlardan chiqadigan bitta gap, "Vobshe katta ekan-ku" deyshadi. Xuddi shunaqa savol. Men o'zim ham boshida shunaqa bo'lganman-da. Xo'p. Xo'p, bu tomon endi asosan Rossiya. Misol, ba'zilar Xitoyda aboyga ishonmasligi mumkin. Xitoy unaqa, Xitoy bunaqa deyishi mumkin, lekin bizda hatto Xitoy garantiya zavod bilan ishlaganimiz uchun zavodga birak holatda bo'lgan aboyni qaytarib olib, hattoki usti haqigacha qoplab berishimiz imkoniyati bor bizda. Qana imkoniyatlar? Yo'q, shunisiga ham qanoat qilmasam, men yaxshi aboy so'raganlar uchun bu tomonimiz endi Rossiya aboylari hisoblanadi. Mana ko'ringlar. Narxlari 245 ming so'mdan mana shunaqa mo'yishi aboylarda xarid qilsanglar bo'ladi. Ko'ringlar, juda ham chiroyli. Rossiyaning bo'lib hamki Palitra Artex brendiga mansub aboylar. Bular endi Rossiyaning eng oldin aboy firmalaridan biri. Necha yillik tajriba,
va sifat borasida bunga teng keladigan, menimcha Rossiyada bunaqa brendga teng keladigan narsa yo'q. Demak, bu aboylar aytishingiz bo'yicha Rossiyada ham mashhur. Albatta. Rossiyani bozorida o'zini o'rniga ega bo'lgan aboylar. Keyingi aboyimiz qattiki va narxini ko'rdim 245 ming ekan. Qattiki va fakturasi qanaqa buni aka? Xo'p, bu ham o'sha Rossiyaning palitra firmasiniki, boya aytganimizdek. Xo'p, Fon Attachento faktura ishlangan. Mayda gullar. Mayda Attachento fakturasi. Bundan keyin xo'p, tabiatda ifodalaydigan gullar bilan ishlangan narsa bo'ladi. Juda ham chiroyli, mana ko'rsanglar bo'ladi. 245 ming so'mdan. Xo'p, bu tomonga o'tadigan bo'lsak, bu oshxona uchun ham, bolalar xonasi uchun ham ketaveradigan aboya menimcha. Ayniqsa shunisi qizlar xonasiga menimcha juda ham idealni chiqadi. Juda ham chiroyli. Juda ham rangli ishlangan. Ya'ni kichkina bolajonlarimiz 10 ga to'lmagan bolajonlarimiz uchun albatta ma'qul keladi. Albatta, zo'r mahsulot. Chunki narxi ham juda qimmatbas, 255 ming so'mdan. Asosiysi mo'yshi garantiyalari bilan beriladi. Agar mobodo aboy ortib qoladigan bo'lsa, qaytib ham olinadi, даже usti haqqi bilan ham qoplab berishadi. Bunaqa servis menimcha Farg'onada bitta. Albatta hammasi mijozlar uchun. Bu aboy ko'zga tashlandi. Bu o'sha high-tech fakturali aboylar. Mana ko'rsanglar bo'ladi. Meshkavina fakturadagi aboylar endi high-tech xonalarga tushib ketaveradi. Minimalizm darajada ishlanadi. Ba'zilar, misol men aboy qilmoqchiman, lekin gulli, naqshli narsalar yoqtirmayman deydigan mijozlar uchun. Buni ham narxi aytganda 120 ming so'm. Xuddi shunaqa meshkavina fakturani 300 ming so'mdan yuqori sotishadi, lekin bizda Domstroyda hamma narsa arzon, 120 ming so'm. Qaranglar, qoyil. Albatta bu narxlar 2026-yilda 22-aprel kungi narxlari. Mabodo siz 1-2 oydan keyin ko'rsangiz, 1 yildan keyin ko'rsangiz, narxlar ozgina o'zgarishi mumkin. Shuning uchun e'tibor qilmaysizlar deb aytib o'tib ketyapman. Juda ham zo'r. Xo'p, ro'paradagi aboylarga to'xtalsak, Hop, endi Attachento fakturani eng oppoq varianti bu tomonlarda. Xonamiz juda qorong'iroq, ichkariroqda, deraza romlari kamroq deydigan mijozlar uchun bu narsa juda ham ideal mahsulot. Xonani yorug' va keng qilib ko'rsatadi. Hech qanaqasiga xona qorong'i bo'lib qoldi degan gap so'z bo'lmaydi. Tushunarli. Narxlari ma'lumot o'rnida 139 ming so'mdan albatta xarid qilsanglar bo'ladi Farg'ona filialimizdan. O'zi bu videoni tayyorlashimizdan ham maqsad odamlar uylarini aboy qilmoqchi bo'lgan odamlar bu. Hozir endi sezon kiryapti, bahor, yozda ko'pchilik remont qiladi-yu. Siz aboy olmoqchi bo'lsangiz, nafaqat Farg'ona, balki Domstroyning barcha filiallariga tashrif buyursangiz bo'ladi. Xo'p, bu tomonda xuddi shu aboylarda 120 ming so'mlik varianti. Mana yaqinroqdan olib keling. Juda ham chiroyli ekan aka fakturasi bunisi. Albatta, Attachento fakturaga trafaret naqshlari va zarlari bilan bosilgan bo'ladi. Juda ham aboylar turlari ko'payib ketdi. Haqiqatda tanlov imkoniyati ham qiyin bo'lib turgan mijozlarda. Kelishadi mijozlar, tanlash qiyin bo'lyapti deydi. Albatta, gulzorda ichida, misol, bog'da ichida bitta gul tanlash qiyin bo'lganidek, katta keng assortimentni aboylar ichida bittasini tanlash qiyin bo'ladi, lekin mijozlarning fikridan, o'zini xohishiga qarab turib, albatta klientlarimiz uchun ideal aboylar tanlab beriladi. O'sha boya aytganingizdek, bekorga Domstroyda aboylar olami deyilmaydi. Ya'ni aboylarda assortimenti juda ham ko'p. Mijozlar kelishadi, lekin tanlashda qiynalishadi. Chunki assortimenti o'zi ko'p, narxlari har xil. Men o'ylashimcha narxlar juda ham arzon. Mana 139 ming, 120 ming so'mdan albatta mana shunaqa eng trendda bo'lib turgan Attachento fakturali aboylarni xarid qilsanglar ham bo'ladi. Undan tashqari aksiyalar ham ketyapti bu yerda. Ya'ni 7 ta aboy sotib olsangiz, bitta aboy kelib bepul. Juda ham zo'r. Albatta, bundan tashqari Domstroyning eng doimiy aksiyalaridan 4 ta damasimiz, 4 ta Misrga, 4 ta Umraga ziyorat aksiyalarimiz bo'yicha ham aboy xarid qilib turib, aksiya ishtirokchisiga aylanishi mumkin. Albatta, bu juda ham zo'r. O'sha ma'lum bir miqdorda mahsulot xarid qilishadi va ustiga alohida kupon, o'sha narxda ustiga alohida uyda egasiga alohida kupon beriladi. Va o'sha kuponlarni siz o'zingizga olib qolasiz. Yarmi bizda qoladi. Aksiya muddati tugaganda albatta 4 ta damasdan birini yutib olishingiz mumkin. 4 ta Umra safariga yo'llanma va 4 ta Misrga sayohat g'olibi bo'lishingiz mumkin. Albatta hamma hamyurtlarimizni, filiallarimizga kutib qolamiz. Aka, bu tomonga yuzlansak.
Bu tomonda asosan Xitoy, Rossiya bilan tanishtirdik. Endi bu tomonda Ukraina. Ukraina Moishi aboylari. Narxlari 155 ming so'mdan. Bittasini ochib ko'rsataylik. Juda ham chiroyli. Ranglari tillo rangga o'xshab ketar ekan. Albatta tillo rang. Bundan tashqari bitta aboyimizni, misol aboy fakturasi yo'qdi deylik, misol xonani yorug'ligiga, misol yoki rangi menga to'g'ri kelmaydiganlarimiz uchun ham asosan buni 5-6 xil ranglari bo'ladi. Ha. Xohlagan rangingizni, aboy fakturasi ma'qul keldi-yu, rangi ma'qul kelmasangiz, albatta ranglarda muammo bo'lmaydi. Buni assatkasidan ham muammo yo'q. Yo'q, assatkasidan. Misol menga 20 ta kerak desam ham 20 ta bemalol bera olasiz. Albatta. Juda ham zo'r. Misol ba'zi mijozlar bo'lishadi, boshqa sohalarga ham oladigan bo'lsa, o'zimizda ham ko'p kuzatilgan, do'konga kiramizda nimadir olmoqchi bo'lsak, tugab qolibdi deyshadi-da. Domstroyda shunaqa holatlar kam kuzatiladi. Nimaga desanglar, o'sha assortimentlar juda ham ko'p. Tagi bilan hattoki Albatta. Ba'zi mahsulotlar bor, cheklanmagan miqdorda sizga yetkazib beramiz. Chunki o'sha boya aytganingizdek zavoddan olamizdan. To'g'ridan-to'g'ri zavod bilan ishlaganimiz uchun, qolaversa 4 ta filialimiz bo'lgani uchun ham, misol bizda tugab qolgan mahsulotimiz boshqa filialimizda bo'ladi. Ha. Bu narsa filialimizni olib keltirib, bemalol ishni hal qilib, yechim qilib bera olamiz. Domstroy qurilish mahsulotlari do'koni 4 ta, Farg'ona, Qo'qon, Yaypan va Yangiqo'rg'onda. Domstroy showroomlari bo'lsa 2 ta, Namanganda va Qo'qonda Hamza teatrida ro'parasida. Ma'lumot o'rnida aytib o'tdik. Albatta. Xo'p, bu tomonga yuramiz. Aka, bu aboyda haqida tanishtirsangiz. Hop, bu aboyimiz Artex brendiga tegishli. 2026dagi eng yoqimli aboylardan. Katta gulli aboylar hisoblanadi. Narxlari 250 ming so'm albatta aytib qo'ysanglar bo'ladi. Buni ham 1, 2, 3 tur rasvetkalari bor ekan. Turli ranglari bor. Eng ochirog'idan tortib, hattoki eng to'qrog'igacha. Juda ham chiroyli. Hop, bu aboylarimiz qatdiki, narxlari 245 ming so'mdan, 245 ming so'mdan. Albatta, bu ham Rossiya brendidan. O'zi mana qarang aka, aboy tanlab turganda narxiga ko'proq e'tibor berishimiz kerakmi, sifatigami? Bu narsa mijozlarimizni o'ziga bog'liq. Mijozlar ikki turga bo'linadi. Narxni qadrlaydiganlar va mahsulot sifatida. Endi Domstroyga ikkala mijozlar ham kelsalar bo'laveradi, chunki 120 mingli aboylar ham bor. 245 ming, 300 mingli aboylar ham bor. Meni shaxsiy fikrim boyaga savolimga sifatga ko'proq e'tibor berilsa yaxshi bo'ladi. Nimaga desanglar, bu aboy uyingizda 1 kun, 2 kun turadigan yoki 10-15 kun turadigan narsa emas. Bu yillab turadi, 4-5 yillab, даже 10 yillab ham turishi mumkin. Shuning uchun misol men o'ylaymanki 250 ming, 300 mingli aboylar ham arziydi. Chunki nimaga desanglar, bu aboylar o'z nomi bilan Moishi, buni misol balachalar, mehmonlar keladi uyga, yosh bola mehmonlar keladi uyga, tizishsa ham bemalol o'chirsa bo'ladi. Shu taraf bilan bu aboylar albatta qiziq, Moishi. Hop. Agar sizga aboylar qiziq bo'ladigan bo'lsa, nafaqat aboylar, balki boshqa mahsulotlar ham qiziq bo'ladigan bo'lsa, albatta Domstroy do'konlariga tashrif buyursangiz bo'ladi. Shahzodbek aka, hozir aboydan bizni nimaga PVXlarni oldiga olib kelib qo'ydingiz? Adashib qoldingmi? Yo'q, albatta xuddi shunaqa manzarada manzara kerak-yu, lekin PVX panellarimizni razmerlar standart bo'ladi. 280 ga 120. Yo'q, meni devorim umuman razmerlari boshqacha deydigan mijozlarimiz ham keladi. Aynan shu manzara holat. Shunaqa savol bilan kelgan mijozlarimizga fotoboylarimizni tavsiya qilamiz. Albatta fotoboylarimiz bo'ladi. Istalgan rasmlarni istalgan o'lchamda chiqarib beramiz. Kataliklari bilan qo'yib qo'yilgan, to'g'rimi? Albatta. Вообще qiziq. Misol menga mana shunaqa faktura yo'qdi. Faqat men 3 metr bas, yo 1.22 bas, men 3 metr eniga kerak, bo'yiga misol 6 metr kerak desalar ham, xuddi shunaqa fakturani kattalashtirilgan holatini albatta uloqsiz xarid qilasiz bo'lar ekan. Ya'ni bu asosan zakaz asosida bo'ladi aka. Ha, mijozlarimiz razmerlaridan tanlagan rasmlarga qarab turib, zakaz asosida chiqarib beramiz. Buni xaritali variantlari ham bo'ladi. Xaritali variantlari. Juda ham qiziq, mana yaqinroqdan olib keling, balalar xonasi bo'ladi-yu, misol o'qiydigan, haqiqatda geografiyaga qiziqadigan, o'shalar balalar uchun ham zo'r yechim bo'lar ekan. Qaranglar, xarita. Xo'p, xaritani ham har xil variantlari bor ekan, mana ko'rsanglar bo'ladi. Xo'p. Bitta obyektga borganimizda mana shunaqa nima ko'rgandik, faktura ko'rgandik. Ya'ni hol qismiga o'rnatishganda juda ham chiroyli chiqqan. Haqiqatdan menga ham yoqqan. Ya'ni mana kelib, ko'rib, oilaviy bemalol dam olib ketsangiz bo'ladi.
Nafaqat Farg'ona filialimizda bunaqa qulayliklar, balki Domstroyning barcha filiallarida albatta. Xo'p, mana aboylarni ko'rdinglar. Sizga qaysi biri yoqsa, albatta izohlarda yozib qoldiring. Sotuv menejerlarimiz sizga aloqaga chiqishadi. Maksimal shu videoni uylarni aboy qilmoqchi bo'lgan tanishlaringizga jo'natib qo'ying. Shu videoga like bosing. Domstroy YouTube kanaliga bo'lsa, obuna bo'lib qo'yishni unutmang. Shahzod aka, sizga ham katta rahmat. Mijozlarimizga va bizga foydali ma'lumotlar ulashganingiz uchun. Xudo xolasa, keyingi videolarda boshqa mahsulotlarni ham mana shunaqa narxlar bilan arzor qilamiz. Hammanglarga rahmat.